Akonda nomli spalni garniturimiz sotuvga kelgan. Ideal holatda bu importli mahsulot bo'ladi. Yangi ortopedika matrasda tashalgan. Kravatimiz bosh tarafi barxitli material qilib ishlab chiqarilgan. Naqshlarga gold svet berilgan. Buni tumbuchkalarga e'tibor beramiz. Bir qanaqadir neobishniy mamlakatcha o'zini qoshlari, bir bezaklar bor. Bu kravatimizga juda ham chiroyli qo'shib turibdi. Oyoq taraflari ham akril sifatida juda ham qoshchalarga gold svetlar berilgan. Bu spalni garniturimizning shkopini ko'rsataman sizlarga. 6 eshikli shkopi bor. Ikki yon cheti eshiklar figurni ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Sassenasi shunaqa zo'r holat turibdi. Ishlarini bemalol ko'rsanglar ham bo'ladi. 5 yilga polkali qilib ishlab chiqarilgan. Bu ham qoshlariga o'zini отдельно shuna neobishniy bir gold svetlar berilgan. O'ziga o'ta yarashib turibdi. Tremomizga, komodchamizga e'tibor qaratamiz. Komodchamiz yonlari tortmalik, o'zini mayoda bir neobishniy bir qanaqadir chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Oynalari ham skromi turibdi. O'zini отдельно bitta tabrutkasi mavjud. Ushbu spalni garniturimizni narxi kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz-da. Mana shu nomerga telefon qilib narxini bilib olishingiz mumkin. Chiroyli narxlarda kelishtirib berib yuboradilar. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qilinglar. Shu videoga bitta like bosinglar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Mebel bu o'z har doim eng zo'rlarini olib chiqadi.